O'zbek futbolchilari mag'lubiyatiga Osiyodan qanday munosabat bo'ldi? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Qatar maydonlarida jahonning barcha qit'alaridan kelgan 48 mamlakatning 17 yoshgacha futbolchilaridan tarkib topgan terma jamoalar ishtirokida jahon chempionati qizg'in davom etmoqda. Amaldagi Osiyo chempioni sifatida nafaqat yurtimiz, balki butun qit'amiz sharafini mundialda himoya qilayotgan O'zbekiston U17 terma jamoasi G guruhidagi ikkinchi turni Irlandiya Respublikasi vakillariga qarshi o'tkazdi. Irlandiya birinchi turda Panamani 3-1, O'zbekiston esa Paragvayni 2-1 hisobda mag'lub etgani bois ikki peshqadamning o'zaro to'qnashuvi g'olib chiqqan jamoa keyingi bosqichga muddatdan oldin chiqar edi. Islom Ismoilov shogirdlari shu maqsadda shiddatli o'yin ko'rsatishga harakat qildi. Garchi hisobni ochish futbolchilarimizga nasib qilgan bo'lsa-da, raqib 2 gol urib g'alabani ilib ketdi. Osiyo futbol konfederatsiyasi O'zbekiston terma jamoasi mag'lubiyatiga quyidagicha munosabat bildirdi. Qatarda 17 yoshgacha futbolchilar o'rtasida davom etayotgan FIFA Jahon chempionatining G guruhida Irlandiya Respublikasidan 1-2 hisobdagi mag'lubiyatga uchragandan keyin O'zbekiston terma jamoasining muddatdan oldin play-offga chiqish rejasi barbod bo'ldi. O'zbek futbolchisi Abubakar Shukurllayev 20-daqiqada irlandiyaliklar darvozaboni Alex Nunan qaytargan to'pni bir zarba bilan darvoza to'riga joylab qo'yib, hisobni ochgan edi. Lekin o'zbekistonliklarning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Grady McDonnell jamoadoshi Adesolanga to'p uzatgan vaziyatda ikki himoyachidan yuqori sakrab, bosh bilan aniq zarba berdi va hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi bo'limda ham har ikki jamoa gol urishga uchun bir necha marotaba qulay imkoniyatlarga ega bo'ldi. Ana shunday vaziyatlardan birida Adesolankaning yuqoriga bergan pasini Pugal Michael Nunen golga aylantirdi. Markaziy Osiyoliklar mag'lubiyatdan qutulib qolish yo'lini qidirdi. Oxirigacha kurashdi. Mo'minxon Bahodirxonov yuzaga kelgan vaziyatni golga aylantira olmadi. Endi O'zbekiston guruhda 2 peshqadamga aylangan Irlandiyadan 3 ochkoga ortda qolmoqda va kvartetdagi 3-uchrashuvda 2 o'yinni boy bergan Panamaga qarshi maydonga chiqadi. Play-offga chiqish imkoniyatini kafolatlash uchun o'zbeklar seshanba kuni bo'ladigan to'qnashuvda g'alaba qozonishi shart deb yozdi Osiyo futbol konfederatsiyasi ekspertlari AFC.com saytida. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Kelasi o'yinda O'zbekiston yoshlari Panamani mag'lub etib, jahon chempionati play-off bosqichiga chiqa oladimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.